Assalomu alaykum Rolik To'g'ri kuzatuvchilari. Sizlarga tritsiklimiz bilan tanishib chiqamiz, qisqagina obzor qilamiz. Kalitdan boshlashlik kerak. Kaliti ham zamonaviy qilib ishlangan. Bu kalitni o'zida ham o'tib qo'ysa bo'ladi. Ushbu tritsikllar ichida eng baquvvatlaridan biri hisoblanadi. Oilaga olib qo'ysangiz, bitta mashinaning o'rnini bemalol bosadigan model. Chunki akkumulyatorlar ham 32lik akkumulyatorlikdan 5 tasi qo'yilgan. 70-80 km masofani bemalol bosib o'tadi. Tezligi 60 km tezlikda. Tritsiklimiz tormoz sistemasi oyoqda ham, qo'lda ham bor, jiddiy tormoz bilan jihozlangan. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Anchagina kattagina balon. Diskali tormozlar hisoblanadi. Tormozlari ham kechasi ham harakatlanishga qulay, chunki naq 6 ta fara bilan jihozlangan. Trisiklimizning salon qismlari ham anchagina keng, tizzalarga shamol tegmaydi. Ustalar bor, ba'zan zo'n fikr to'sib berishlari mumkin qishga. Undan tashqari buni orqasiga bemalol ikki sig'adi. Yukxona sifatida ham foydalansa bo'ladi. Ko'rsatib ketamiz. Shuni o'g'iramiz, joyiga qo'yamiz. Bu tomoni kengina yukxona bo'ladi. Uyga ro'zg'orli, bozorliklarni bemalol nabiralarga aylantirib yurishga, hamma narsaga qulay. Ayniqsa otaxonlarimiz uchun masjidga qatnagani ham juda ajoyib transport turi hisoblanadi. Orqa bagajliklari ham ochiladi. Tritsiklimiz bemalol 300-400 kilo yukni ko'taradi. Tritsiklimiz bahosini $750 qilib belgilaganmiz. Dastlabki hamma hududlarga bor, dastlabkilari kelishilgan holatda. Kimga shunaqangi sifatli tritsikllar kerak bo'lsa, albatta Rolik To'g'riga murojaat qilaverasizlar.